أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'zini sodiq mo'min bandalarini sadoqatini qadrli qilgan va u zotni va rasulining nomidan yolg'on gapirganlarni jazosini qattiq qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va mo'min kishi hech ham yolg'onchi bo'lmasligini aytib ko'p ogohlantirgan sodiqlarning ustozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Mana bu vaqtinchalik imtihon dunyosida yashar ekanmiz, doimiy sinovda bo'lamiz. Har xil yengil va og'ir holatlar bilan sinalamiz. Allohning fazli bilan Alloh taolo ko'rsatib bergan to'g'ri yo'ldan yurib, ikki dunyo saodatida bo'lamiz yoki nafs havoyimizga ergashib halokatga yo'liqamiz. Alloh taolo bu hayotda bizlarni imtihon qilar ekan, bu imtihondan qanday qilsak salomat o'tishligimizni ko'rsatib berdi. Va nima qilsak imtihondan yiqilib halok bo'lishligimizdan ogohlantirdi. Mana shunday ikki dunyo saodatidan mahrum bo'lib shaqovat, badbaxtlikka yo'liqishimizga sabab bo'ladigan gunoh kabiralardan navbatdagisi Alloh va rasuliga yolg'on to'qishlik. Ya'ni Alloh va rasulining nomidan yolg'on gapirishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va yawmal qiyamati taral ladzina kazabu alallohi wujuhuhum muswadda." Qiyomat kunida Allohga yolg'on to'qigan kimsalarning yuzlari qaro bo'lganligini ko'rasiz deydi. Oldingi ummatlar Allohga tuhmat qilishib, Allohning jufti bor deyishdi. Allohning bolasi bor deyishdi. Alloh taolo ularga nozil qilgan kitoblarini o'zgartirib tashlashdi. Alloh taolo aytmagan narsani aytdi deyishdi. Hatto kitoblarida oxirgi payg'ambar kelishligi haqida ochiq xabar bor edi, lekin payg'ambar ulardan bo'lmaganligi uchun, ya'ni ularning ichidan chiqmaganligi uchun hasad sababli yolg'onga chiqarishdi. Faman azlamu mimman iftara alallohi kaziban liyudillan nasa bighayri ilm innalloha la yahdil qawmaz zolimin. İnsanlarni adashtirish uchun ilmsizlik bilan Allohga yolg'on to'qiydigan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Albatta Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi deydi. Bu islom ummatining dushmanlari Qur'onni o'zgartirisha olmadi. Chunki Alloh Qur'onni biror harfi o'zgarmasdan saqlashni va'da qilgan. Lekin ular nima qildi? Oyatlarning ma'nosini o'zgartirishdi. Alloh taolo aytmagan narsani aytdi deyishdi. Odamlarni adashtirish uchun nafsu havolariga ergashib, Qur'onda bor narsalarni yo'q deyishdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmagan narsalarni aytdi deb har xil maqsadlarda yolg'on to'qishdi. Ba'zilari musulmonlarni dinidan adashtirish bo'lsa, zindiqlar, mulhidlarga o'xshash. Ba'zilari o'zlarini fikrlarini quvvatlash uchun hadis to'qishdi. Ba'zilari esa odamlarni solih amallarga qiziqtirish uchun hadislarni to'qishdi. Nuh ibn Abi Maryam aytadi: "Qarasam deydi, odamlar Qur'on o'qishdan ko'ra fiqhni o'rganishga berilib ketishdi. Ya'ni Qur'onni kam o'qiydigan bo'lishdi. Shuning uchun Qur'onni va suralarning fazilati haqida hadislarni to'qidim" deydi. Ya'ni odamlarni Qur'on o'qishlikka qiziqtirish uchun deydi. Odamlar yaxshi niyatda hadislarni to'qishgan bo'lsa, dinni buzuvchilar va bid'atchilar qanchalar to'qigan ekan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: "Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdiki, kim menga qasddan yolg'on to'qisa, jahannamdan joyini hozirlab olsin dedilar. Yana boshqa hadisda Mughira radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul: "Inna kaziban alayya laysa kakazibin ala ahad. Man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunday deganlarini eshitdim dedi. Menga yolg'on to'qishlik, ya'ni meni nomimdan yolg'on gapirishlik boshqalarga yolg'on to'qish kabi emas dedi.
kim menga qasddan yolg'on to'qisa joyini jahannamdan hozirlab olsin dedi. Jahannamni dahshatini his qilmaganlar qo'rqmasdan Alloh va rasuliga yolg'on to'qishadi. Bu ularni oxiratga iymoni yo'qligidan yoki iymoni zaifligidan. Abdulloh ibn Zubayrning o'g'li Ammor otasidan rivoyat qiladi, ya'ni Abdulloh ibn Zubayrdan. Abdulloh ibn Zubayr aytadiki, otamdan so'radim, ya'ni Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhudan. Siz nimaga falonchilarga o'xshab hadis rivoyat qilmaysiz dedim deydi. Shunda Zubayr radhiyallohu anhu aytdiki, men Rasulullohdan hech ham ajramaganman, ya'ni doim birga bo'lganman. Lekin u kishini kim meni nomimdan yolg'on gapirsa joyini jahannamdan hozirlab olsin deganlarini eshitganman. Shuning uchun qo'rqaman degan ekan.